Orada bir nedorazumeniya ham bo'ldi. Uni internetga ham qo'ydik. Uni almashtirishga sizdan biron qanaqa mablag' talab qilindimi masalan? Yo'q, mablag' talab qilgani yo'q. 60 kvadratlik xonadonimizni podключ remont ishlarini tugatdik, xudo xolasa. Bu Premium Plus ekonom tarifida bo'lyapti. Sherbek aka, qilgan ishlarimiz ma'qul bo'ldimi? Ozgina bizni kuzatib yurgan muxlislarimizga fikringizni bildirib o'tsangiz. Juda ham ma'qul, sifat zo'r. Materiallar hammasi qimmat materiallardan qilgan. Juda chiroyli, bizlarga ma'qul. Orada bir nedorazumeniya ham bo'ldi. Kafel po'qillagani ham masalan bo'ldi. Uni internetga ham qo'ydik. Shuning mana bunaqa narsalar faqat $1000 minus bo'lsa ham po'qillab o'tdi, ko'ryapsiz. Uni almashtirishga sizdan biron qanaqa mablag' talab qilindimi masalan? Yo'q, mablag' talab qilgani yo'q. Bu hammasi bitta dogovorning ichiga. Ha. Sifat nazorati hammasi bitta dogovorning ichiga bo'ladi. Dogovorning ichiga. Qilgan ishimizdan rozisiz, xudo xolasa. Rozi. Gap yo'q akajon. Ozgina sizga hozir bizdan keyin bundan keyin yana bitta o'ylarimiz bor, xudo xolasa. Albatta. Обязательно qilasizlar. Albatta, xudo xolasa. Sizlarning umidlaringizga gap yo'q akajon, xudo xolasa. Narx-navo haqida qanaqa fikringiz? Shu hozirgi zamonaviy narxlar ko'p qatori hamma qimmat ham emas, arzon ham emas. Bizlarga ma'qul. Gap yo'q akajon. Bizlarga ma'qul. Ozgina bilsam sizga sovg'amiz. Rahmat. Kompaniyamizdan xudo xolasa qilgan ishlarimizga rozi bo'ling. Bergan pullaringizga rozi bo'ling. Biz rozi. Rahmat kattakon akajon. Albatta rozi. Bizlar hali ishlaymiz siz bilan. Xudo xolasa, albatta.